Do'stim, ko'rmagansiz bunaqada emas. Buni eshigining yopilishini qarang. 100 ming, 200 mingga eshik ligirovka qilinmagan. 150 dollarga polностью ligirovka qilganman, eshigida yopilib ochilishiga qarang. Bu yerdan ko'rsatay, uni qarang. Men bunisini maqtamoqchi emasman. Mashinaga 1500 dollar xarajat ketgan. 25-yilda ishlab chiqarilgan Damas pachka diskasiga baho bering. 15 dyumli yangi ballon diska qo'yilgan. Diska yarashganmi yo'qmi? Turishini o'zi zo'r, ya'ni eng zo'r tomoni polностью tom-pom eshik hamma joyi shumka qilingan. Shumkani ham zo'rdan qilingan. Endi ichiga kirasiz-ku, mazza qilasiz bu qarang. Holatga baho bering. Rullarni qarang qanday qilib qo'yganlar. Magnitofonlari bu barla qo'yilgan. Mashinaga chotki mehr berganlar. Poligida ham qimmat qarang. Zo'ri. Hamma narsani haqiqati zo'rlarini qo'ygan ekanlar mashinaga. O'zimni ham mehrim tushib qoldi. Sizda ham 100% o'ylaymanki, mehringiz tushadi mashina. 2000 km masofa bosib o'tgan atiga. Holatni qarang, holat yangi mashinada. Siz ham agarda hozirgi kunda pachka olaman desangiz, xo'sh 7,5 mingga olasiz. Agar 1,5 ming dollar xarajat qilsangiz 9 ming dollarga aylanadi. Kelib egasidan bemalol so'rasangiz ham bo'ladi, aytdilar. Hammasini bittama-bitta hisoblab beraman, 1500 dollar xarajat qilganman o'zi dedi. Boshqa birov qilsa agar dedi, bundan ham ziyod tushishi mumkin ekan, o'zlari usto ekan, yangi Damazda olganlar, polni hamma narsasini qilganlar. Shumka, voy, mashinchamisan, mashinchalar o'lqan. Mehrlik. Mana bu shumkasi qarang, u tomonlarigacha chiqib ketgan, ko'ryapsizmi? Qanaqangi shumka qilingan, barlari ham zo'r, rullarni o'zi 70 dollar ekan. Ishqilib, qolgan xarajatlarini men eshikni yopilishiga 5 ketdi. Yangi Damas 2000 km masofa bosib o'tgan. 8300 dollar yana ozmo savdosi bor do'st. Kraskasi yo'q, pachka 25-yil. Shuncha narsa qilingan. Hamma narsa qilingan o'sha. Olasiz, minasiz. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Hozirroq telefon qilib bosing do'stim. Chotki, zo'r.